Hammaga salom akalar. Savollarga javob berishda davom etamiz. Navbatdagi savol: uylanish O'zbekistonda bilasiz, yoshga juda katta bog'liq. Lekin bola o'zini sharoitlarini yaxshi qilib, so'ng shoshilmasdan oila qurgani yaxshi emasmikin menimcha? Siz qanday fikrdasiz? O'zi necha yoshda oila qurgan yaxshi? Qachon tayyor bo'lgandami? Nimaga tayyor bo'lganda? Tak. Gapni ochig'ini aytadigan bo'lsam, sharoit deyarli rol o'ynamaydi oilada. Deyarli. Qanaqadir bir 0 butun qanchadir ham bir ahamiyatga ega bo'lsa kerak. Ajrashaman degan ayol sizni sharoitingiz zo'r bo'lsa ham, juda pachoq bo'lsa ham ajrashadi. Baribir bahonani topib ajrashib oladi. Agar sharoitingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, siz tiran, juda abyuzer odam bo'laverasiz. İchadigan, chekadigan, xiyonat qiladigan, 5 yil oldin bitta tomda bitta narsa qilib qo'ymagan bo'lsangiz ham siz aybdor bo'laverasiz. Odamni aybdor qilish oson. Ayniqsa xotin erini aybdor qilishi bu juda ham oson narsa. Ayol kishini tabiatida bor shu narsa. Endi bizda qadimdan bitta gap bor. Molingni sot, qo'yingni sot, qarz olib bo'lsa ham uylan. Juda bo'lmasa xotin yonga qoladi deyishgan. O'zi aslida bitta qizni topib, haligi bilan kelishib, to'y qilib, keyin farzand ko'rib, oila qilish bu juda ham oson narsa. Lekin sizni oilangizga ta'sir qiladigan tizim bo'ladi. Har bitta joyda, qaysi davlatda, yerda, qaysi burchagida yashashingizdan qat'iy nazar, hamma joyda oila kodeksi bo'ladi. Mana shu narsani o'qib, o'rganib ko'ring, nimalar ro'y berishi mumkin. Bizda misol uchun qiz bilan yigit to'y qilib, oila qilib yashab yurgan paytida endi har xil narsa bo'ladi baribir. Hayotda baland pasti bor. Mana shunaqa paytlarda bir holat bo'ladi-da, ajrimga sabab bo'lishi mumkin. Aytib o'taman yana bir bor. Ajrimlar kamaygani yo'q, ko'payyapti xolos. Ajrim bo'lganidan keyin, ana farzandlaring bo'lsa, oilani boqadigan kim? Ota hisoblanadi. Erkak kishi oilani boqishi kerak va erkak kishi erta bilandan kechgacha ko'chada bir narsalar qilib, biznes qiladimi yoki bir oddiy stoler bo'ladimi, stроитель bo'ladimi yoki taksist bo'ladimi, pulni topib oilani boqishi kerak. Bir narsani sotib olishi kerak, uy olishi kerak, mashina olishi kerak. Endi mashina не обязательно, baribir uy обязательный narsa. Endi mana shu narsani qilganingizdan keyin bitta shu nimadir bo'lib, kimdir borib ariza beradigan bo'lsa, ajrashgan. Nima bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Men qisqacha qilib aytib beraman sizga. 95-99% ehtimoli bilan mana shu diapazonda siz ikkita narsa sizni kutib turadi. 3 ta narsa sizni kutib turadi. Agar xotiningiz insofli ayol bo'lsa, odatda ajrim bo'layotgan paytda ayol kishidan insof juda ketib qoladi insof. U ketganda ham juda uzoqqa ketadi. Bu ajrim bilan zanimatsiya qilib yuradigan advokat, yuristlar bilan bir gaplashib ko'ring, qanday o'tadi proseslar, nimalar deydi xotinlar bir-biriga. Уже бывшие xotinlar. Mana shu 95-99% ehtimoli bilan siz aliment to'laydigan, 18 yil aliment to'laydigan bitta qarzdor erkakka aylanasiz. Agar дополнительный yana bonuslari bilan bo'lmasa bu paytda. Yoki alimentni to'lanmagan jinoyatchiga aylanasiz. Agar xotiningiz insofli bo'ladigan bo'lsa, sizga hayotga fora berib qo'yganda qilib, "Men sendan aliment olarmidim" degan gapiga erisharsiz, xotiningiz siz baxtli odamsiz, hisoblayvering. Xullas shunaqa, sizda mana shunaqa dilemma bo'ladi. Yoki 18 yil qarzi bor erkak bo'lasiz, yoki aliment to'lamagan jinoyatchi bo'lasiz. Bizda shunaqa. Biz nafaqat bizda, deyarli butun dunyoda shunaqa. Mani kanalim nima uchun ochilganini mana shu olsa bo'ladi shu videoda. Internetlarga bir kirib ko'ring. YouTube bor, Instagramlar bor. Birorta yuristni, birorta oddiy odamni ko'rganmisiz erkaklarda mana shu haq huquqi uchun kurashib yurganini? Bormi birorta? Men topolmadim. Bitta yuristni topdim, u ham pensiya haqida gapiribdi. U ham bitta advokatskiy kontorada ishlayotgan.
Unga ham zakaz berishgan, mana shu haqida video gapirgan deyishgan, u ham prosmotr ko'proq bo'lib, tam klientni nabiyat qilish uchun qilgan shu narsani. Haqiqatdan erkaklarda huquqi uchun kurashgan birorta odamni taniysizmi? Menga ko'rsating bo'lsa. Nima deb o'ylaysiz? Aliment to'layotganlar pulini farzandiga to'layaptimi yo onasigami? Mana shu yilda ikkita video chiqdi Instagramda, ikkalasini ko'rdim men. Bittasi $140,000 pul to'ladi xotiniga. Alimentdan bir yo'la qutulib olaydi. Yana bittasini ko'rdim, u 175,000, primerda mana shuncha dollar to'ladi. $175,000. Deb o'ylaysiz, nahotki bitta bola katta bo'lib olishi uchun $175,000 pul kerak bo'lsa. $175,000 bilan bitta oilani maza qilib ko'tarib qo'ysa bo'ladi. Bitta oilani ham 3-4 ta bolasi bilan birga maza qilib yashaydigan sharoitni bersa bo'ladi. Hatta hozir bitta dona bolaga shuncha pul to'layapti. Nima, bolaga mana shu aliment pul kerakmi yo ota kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Qarang, tasavvur qiling, farzandingiz bo'ldi, farzandlisiz o'sha. Rast ajrim bo'lyapti-da, siz 95-99% ehtimoli bilan sizdan bola onaga ketadi. Qonunda yuristlar bilan gaplashib ko'ring. Ona polniy monopoliyaga ega bolaning ustida. Siz qanaqa qaror qilishingiz mumkin? Sizni qanaqa haqqingiz, huquqingiz bor bolaga? Men aytaman, bitta huquqingiz bor, haqqingiz bor. Aliment to'lashga haqqingiz bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan ayollarni huquqi uchun kurashib yuribman deb odamlarni aldab yurgan feministkalar bor. Ko'ring, internetda bor, ochib ko'ring. Hamma ayollarni huquqi uchun kurashib yuribdi. Lekin konstitutsiyani olib qarang. Hamma teng huquqli deb yozilgan. Keyin oila kodeksini ochib qarang. Ayollarga qanaqa, erkaklarga qanaqa qonunlar bor. Jinoyat kodeksini oching, har bitta kodekslarni ochib qarasangiz, erkak kishiga alohida, ayol kishiga alohida qonunlari bor, mana shunaqa bandlari bor ozgina-ozginada. Lekin konstitutsiya bo'yicha hamma jinsiga, millatiga, elatiga, diniga qaramasdan hamma teng huquqli. Ayol kishini huquqi ko'proq, lekin baribir ham ayollarning huquqiga kurash bor bo'lyapti. Erkaklarning huquqiga ham birortasi bormikin kurashayotgan? Endi meni fikrim bo'yicha, meni shaxsiy fikrim bu. Endi meni fikrim bo'yicha alimentniy sistemani keyin onadagi bolaga bo'lgan polniy monopoliyani 50-50 qilib bo'lish kerak, chunki bolaga otasi kerak, otaga bola kerak baribir. Mana siz nima deb o'ylaysiz? Siz qanchaga chidalasiz sizdan bolangiz olib qo'yishsa? Men, например, chidalmayman. Bir haftaga chidashim mumkin, 2 haftaga chidashim mumkin. Birorta mo'jiza ro'y berib, 1 oyga chidashim mumkin. Siz chidalasizmi shu narsaga? Bizda ham xuddi chet ellarga o'xshab совместный opeka qilish kerak. Qanchadir vaqt ona bilan, qanchadir vaqt ota bilan qilib. Alimentni yo'q qilish kerak. To'g'ri, menga bola kerak emas deydigan har xil odamlar bo'lishi mumkin. Erkaklar ham bor, ayollar ham bor. Aliment to'layotgan ayollarning ko'pi otkazatsiya qilgan bolasidan menga kerak emas deb. Mana shuning uchun to'laydi. Endi baribir yuristlar kommentariy bergani yaxshi, men 100% ishonchim komil emas, lekin meni taxminim xolos bu. Nima uchun bu 3,5 mingta ayol aliment to'laydi? Sizda mana shu vaziyatingizga juda katta ta'sir qiladigan odam sizning buvshiy xotiningiz bo'ladi. Bu buvshiy xotiningiz odatda hissiyotlariga qarab harakat qiladi. Ajrimda u faqatgina bitta dona sizni yo'qotadi xolos. Lekin ajrashganidan keyin uni gul bilan kutib oladigan juda ham ko'pgina eshonqullar bo'ladi. Instagramda ataylab axotada o'tirishadi yigitlar. Ajrashganmikan, ajrashmaganmikan deb. Bir Instagramga kirib ko'ring. Qanaqa ayollar nimalarni tagiga yozib qo'yadi, profilini tagiga "Счастливая mama двух дочек" deb qo'yadi. Yoki bitta o'g'ilni baxtli onasi deb yozib qo'yish, shunga o'xshagan gaplar yozib qo'yishadi. Nima deb o'ylaysiz, nimaga yozishadi bu gaplar? To'g'ri, endi siz ko'pirtirib oryapsiz deb gapirayotgan bo'lishingiz mumkin. Haqiqatan sizga shunaqa tuyulishi mumkin. Lekin aytib o'tganimdek, ajrimlar ko'payyapti xolos, kamaygani yo'q. Shuni nazarda tuting. Yoshga keladigan bo'lsak, bu narsa erkaklarda ham, ayollarda ham bir xil ishlaydi. Ya'ni nima bir xil ishlaydi demoqchiman. Aql yoshda emas, boshda deyilgan.
18 ga kirgan qiz 40 ga 50 ga kirgan ayollardan katta o'sha kampir bo'lib ketgan 60-70 ga kirgan kampirlardan ham aqlli bo'lishi mumkin. Mana bittasiga men obzor qildim, ko'rgan bo'lsangiz, ikkita video qilganman. Oila institutini buzilishiga sababchi bo'lgan psixologlar. Po-moyemu shunaqa edi nom. Ko'ring, 50 ga kirgan po-moyemu mana shu ham. 50 ga yoki 45 larga kirgan. Mana shundan ham kattadir. Gapirayotgan gaplariga e'tibor bering. Oilada har xil qiyinchilik bo'lgan paytda o'zi aslida mana afsonaviy ayol kishini, ayollarni sabri arenaga chiqadi. Aynan mana shu paytda er o'zini to'g'rilab har xil yo'llari bilan baribir endi oilani tiklab olish uchun harakat qilmaydi erkak kishi. Sharoitda tiklab olgani, birorta ishini to'g'rilab olgani harakat qilishi mumkin. Mana shu paytda mana psixolog hozir aytayaptiki, ayollarga ajrashing, keting, nima qilasiz deyapti. Oddiy misol, fikrini qarang, qanchalik chuqur qilib ko'rsatyapti. Agar siz mana shu sabrda uyda emas, eringiz bilan emas, farzandlaringiz bilan emas, oilani ushlab turgani emas, boshqa joyda ishlatgan bo'lganingizda siz dunyoni boshqargan bo'lardingiz deyapti. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu gaplar ta'sir qilmaydi deb o'ylaysizmi ayol kishiga? Bitta qiyinroq holat kelganida nima o'ylamaydi deb o'ylaysizmi bu gaplarni? Mana uni ichida bir aylantirmaydi deb o'ylaysizmi bunaqa fikrlarni? Конечно, aylantiradi, конечно, o'ylaydi. Mana nima deb o'ylaysiz? Mana shu psixolog ayolga birortasi chiqib sen noto'g'ri qilyapsan deyaldimi? Ko'rsangiz internetda bunaqa psixologlar ko'p. Podkastlar qilishadi. Uni podkastlariga kimlar boryapti, ko'ring. Domlalar boryapti. Domlalar juda to'g'ri ish qilyapsiz degandek, ularga yana motivatsiya beryapti. Davom ettiringlar ishlaringni deb. Endi yigitni yoshiga keladigan bo'lsak, uylanadigan yoshiga. Siz birinchi navbatda mana shu tizimni tushunib oling. Yosh albatta katta rol o'ynamaydi erkak kishi uchun. Birinchi navbatda tizimni tushunib oling, keyin qanaqa mavjudot bilan birga yashashingizni tushunib oling. Endi mavjudot desam, ayollar xafa bo'lmasin, erkaklar ham mavjudot. Men ham mavjudotman. Hech xavotir qilmanglar. Endi qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, ayol kishi qanaqa mavjudotligini aytadigan bo'lsam, hammasi bir xil. Birinchidan bilib oling shu narsani. Prosta darajalari har xil bo'ladi xolos. Bittasiga geylik kamlik qiladi, ikkinchisiga prosta Shigulida birga o'tirib aylantirib kelsangiz ham bu ham bitta baxt hisoblanadi. Agar uni qalbida sizga bo'lgan birorta hissiyotlari bo'lsa, pozitivniy hissiyotlari bo'lsa, sevgi, muhabbat, hurmat, sizni aqlli odam deb bilsa, mana shu sababli men videolar chiqarganman. Qanday qilib ayol kishini, ayollarda, qizlarda ko'zini oldida aqlli bo'lishdi. Tushunib oling, bitta narsani biling. Juda ko'p holatlarda mana shu ayollarni prosta ichidagi organizmidagi gormonal fon o'zgaradigan bo'lsa ham eriga munosabat o'zgarib qolaveradi. Mana shu narsani ham biling. Problema bo'ladigan bo'lsa organizmida, bu ham problema primoy sizga bo'ladi. Mana shu narsalarni prosta bilib olish kerak, inobatga olib yurish kerak. Endi bu bilan men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Endi har xil o'ylashi mumkin odamlar. Hech kim uylanmang, zaksga bormang demoqchi emasman aslo. Oldindan, qadimdan shu narsani bilib odamlar yashab kelishgan. Prosta u paytda, oldinda, qadimgi zamonlarda, endi qadimgi zamonlar qanday, shu 200-300 yil oldindan nazarda tutyapman. Nu hatto 150 yil oldin. Ana shu davrda erkak meni ayolim bu deb aytsa to'g'ri bo'laveradi. Hozirgi kunda xotiningiz bo'lsa ham meni ayolim deb o'zingizga illyuziya qilishingiz bu noto'g'ri narsa. U sizni ayolingiz emas. Xohlagan paytida, xohlagan joyiga ketib olsa, hech kim hech narsa qila olmaydi. U erkin odam. Mana shu narsani bilib oling.